Andijonda bunaqa ulkan big lavash borligini ana bilaman, siz bilmadingiz. Assalomu alaykum Abi Burger obunachilari. Mana bugun Xudo xolasa Abi Burgerimizni birinchi ish kuni ochilishi. Hozir sizlarga ichkarincha obzor qilib, keyin lavashimizni eng ulkan Andijonda yagona bo'lgan Istanbuldan kelgan lazzatni Xudo xolasa sizlarga ko'rsataman. Keling. Lavashimiz masalan katta bo'ladi, uzun bo'ladi, 70 sm bo'ladi. 70 sm bo'lmasa, pulinglarni qaytarib ham beramiz. Yana bitta zakaz qilsanglar, Xudo xolasa boshqatdan tayyorlab ham beraveramiz. Lavashlarimiz usti sochli souslari bilan yonida frilari bo'ladi. Chips qo'shilmaydi akalar, bu Xudo xolasa Istanbuldan kelgan. Hamma narsasini o'rganib, o'zimiz Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tartib qilib qilishga harakat qilyapmiz. Danlarlarimiz ham Xudo xolasa sochli, go'zal, yangilikli, mana Xudo xolasa zerikkanlar uchun bombas. Manzilimiz Stimrod chorrahasida, Kartinka ro'parasiga ko'chada, birinchi chap qo'lda izdan akalar. Unda ham ana manzillar Telegram kanallarimizda tashlatmaymiz. Go'shtlarni soling jigar. Inshaalloh bu lavashni yeb to'ymaslik iloji yo'q. To'ymayman degan odam ham to'yadi, to'yaman degan odam ham to'yadi. Lavashlarimiz masalan uzun bo'lib, mayonezlari ham o'ta tobida. O'chadi ham akalar maxsus qildirdik Istanbuldan. Uzunligini qaranglar akalar, bu uzunligini. Voy 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 voy. Lavashlarimiz o'ta og'ri mana shu narsa. Bitta kesib bering, bitta o'rtasidan kesib bering. Obunachilar bitta yeb ham mazasini bilib ham qo'yaylik. Ichini ham ko'rsa. Sizlarga mana bu sochli bo'ladi. Akalar kelib orasida Xudo xolasa sizlarni uyaltirib qo'ymaymiz. Inshaalloh kelib tatib ko'ringlar. Yoqmasa pulinglarni qaytarib beramiz. Bismillah. Bunaqa lazzat yo'q, kelib orasida.